Sog'liqni saqlash vazirligi salomatlik va strategik rivojlanish instituti o'sha aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha podkastlar turkumini davom ettirmoqda va bugungi mehmonimiz O'zbekistonda faoliyat ko'rsatadigan ko'pgina psixologlarning ustozi, psixologiya fanlari nomzodi Bahodir aka Botirov. Sizni tanishtirgandan keyin ozgina sizga ta'rif bermoqchiman. Nima uchun? Chunki mani hayotimda shaxs sifatida, mutaxassis sifatida juda katta rolingiz bor. Chunki mana hozir eslayapman, 2008-yilda siz bilan tanishganman va bilasizlarmi, haligacha Allohga ming qatla shukr qilaman aynan mani shu inson bilan uchrashtirganiga. Chunki o'sha paytda bilasizmi, bir ozgina men uchun psixologik qiyinchilik davri edi. O'zimga o'tish davri. Ko'p savollar berardim o'zimga. Siz bilan tanishgandan keyin, siz bilan suhbatlar qurganimizdan keyin ancha menga hayot yengil ko'ringan va hozirda erishgan ko'pgina cho'qqalarim, muvaffaqiyatlarim aynan shu bilan bog'liq deb bilaman. Bilasizmi? Eng qizig'i, hech bitta gapingiz esimdan chiqmaydi. Bir marta bir inson bilan munosabatlarimizni tushuntirib berganimda siz bitta gap aytgansiz. Jilmayib menga qarab, Feruzaxon, toshdan suv chiqishini poylabsiz-de. Hali ishlatasizmi shu iborani? Ha, hali ham ishlataman. Nevrotiklar bu narsaga yopishib oladi-ku. Hech men adashayotgan bo'lishi mumkin demaydi-da. Toshdan suv chiqishini kutib o'tiraveradi. Qancha men chiliyosim qilsam, boshqa qilsam suv chiqadi deb o'ylashadi. Ba'zi bir odamlardan umid qilishdan foydasi yo'q. To'g'ri, Xudodan so'raysiz, o'zgarishni boshqa bo'lsin, lekin boshqa qo'lingizdan keladigani uni o'z holiga qo'yish bo'ladi. Men bittada tushunganman, o'sha haligacha eslayman o'zimning holatimni, sizga qarab tikilib qolganman-da. Hozir bilasizmi, o'sha qanaqadir munosabatlarda shunaqa vaziyat kelsa, shu gapingizni eslayman va menga juda yengillik beradi bu. Yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'ling. Endi bugun uchrashib turganimizning sababi shundaki, mana O'zbekiston rahbariyatini, xususan Sog'liqni saqlash vazirligini juda katta o'yga to'ldirayotgan narsa bu shu O'zbekiston aholisini salomatligi. Mana bizning tashkilotimizning vazifasi aholi orasida ommaviy, guruhli, individual profilaktik ishlarni olib borish. Va shunda men mutaxassisligim endokrinolog bo'lgani sababli men juda ham yaxshi tushunaman. Juda ko'p narsalar insonni ruhiyatiga bog'liq. Shuning uchun mana bugun siz bilan suhbat qurganda aynan o'zimda yig'ilib qolgan shu savollarni bermoqchiman. Bemalol. Birinchi savolim, sizning fikringiz qanday? Hozirda mana o'zingiz kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, nima uchun O'zbekiston aholisida biz o'sha qorin qo'yish, hatto semizlik holatlarini kuzatmoqdamiz? Albatta, savolingiz o'rinli, lekin tibbiy bilan psixologik masala ajratishimiz kerak. Biz qanday hududda yashayotganimiz, bio sotsial mavjudotimiz, bizni muhitimiz, bizni ratsionimizga ta'sir qiladi. Boshqa tanlov imkoniyati yo'q. Masalan, Istanbulga borsangiz yoki Malayziyaga borsangiz, ularda mahsuloti rang-barang. Dengiz mahsulotlari ham boshqasi bor. Bizni O'zbekiston muhitida go'sht, nonni har xil turi, to'yimli deb. Bizda resurslar kam, meva-chevalar ko'p yozda. To'g'ri, lekin yoz 2-3 oy bo'ladi. Qolgan pallada asosan o'zim ham yodimda bolaligimizda qo'y boqqani ketsak, boshqa qilsak, qo'ltiqqa non tiqib ketardik, bo'ldi-da. Mana shu non mahsulotlari, bilamiz o'zimiz non mahsuloti, uglevodlar va hokazo ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. O'zim ham mana apreldan beri nonni kamroq iste'mol qilishga uriniryapman. Boshida juda qattiq lomka bo'ldim. Bu ham narkotik degan gap ekan. Baribir haligi bizni o'zbeklar har qanday ovqatga nonni qopqoq qilib o'rganganda. Tushunasizmi? Nonni qopqoq nima degani? Ovqatni qopqoq qilish nima degani? Bilmas ekanman. Hamma yo'qni yeb bo'lgandan keyin albatta bir burda non bilan ustini bosib qo'yishimiz kerak. Tugatish. To'g'ri, eshitganman. O'shaning uchun nonni qopqoq qilish odatimiz bor. Nonsiz hech narsa hisobda yemasdik. Bolaligimda yodimda bor, hatto non palov
nondan qilingan palovni ham non bilan qo'shardik. Hozir ham shunday vaziyatlar bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun ham ortiqcha vazn masalasi bizda ko'ndalang turgan bo'lishi mumkin. Lekin aytganimdek, ekologik vaziyatda inobatga olishimiz kerak. Yod tanqisligi muhiti va hokazo holatlar va qandaydir moddalar yetishmovchiligi ham bor. Shuning uchun men ko'pincha psixosomatik tomonini so'rashadi. Psixosomatik tomoniga o'tishdan avval tibbiy, fiziologik tomonni istisno qilaylikda, undan keyin psixosomatizatsiya haqida gaplashsak bo'ladi degan taklifni beraman. Chunki hozir yoppasiga hamma narsa psixika bilan bog'liq deydi. Moddalar almashinuvi, albatta bizda somata psixika bor, psixosomatika bor. Somata psixika biron bir moddani tanqisligi, masalan, yod tanqisligi bizni asabiyligimiz, jirakligimizga sabab bo'ladi. Bu asabiy jirakligimiz bo'qoqda olib kelmaydi. Biz mana korrelyatsion deymiz, endi korrelyatsion odamlar tushunishi qiyin. Bog'liqlikni sabab oqibatda adashtirib yuboramiz. Shuning uchun avval biz sabab deb o'ylagan narsani oldin tibbiy tomonni istisno qilamiz, ana undan keyin psixologik tomoniga urg'u bersak bo'ladi. Agar shunday qilsak, tibbiyni istisno qilib keyin psixologiyani olsak, unda psixosomatik kasallar haqida gapirsak bo'ladi. Shuning uchun somatopsixik va psixosomatik omillari bir bilan adashtirmasligimiz kerak. Somatopsixik vujudimizda modda almashinuvi, nimadir tanqisligi bizni muayyan fe'l atvorni namoyon qilishga sabab bo'ladi. Asabiyligimizga va hokazo. Psixosomatikda hamma yo'g'imiz joyida, modda hamma yemishimiz oldida, hammasi orqada, yemaganimiz ortimizda. Moddalar hamma yo'q joyida, lekin yeganimiz joyiga tushmaydi. Bu endi psixologik omillar bilan bog'liq. Shuning uchun hozirgi kunda dolzarb deyapmiz. Bizda u omil ham bor, psixologik omil ham bor. Agar ikki omil qo'shilsa, umuman nima deydi? Взрывоопасный, portlovchi kuchga ega bo'lamizda, ishib ketamiz keyin shardek. Tushunarli. Qarang, Bahodir aka, bilasizmi, chet el amaliyotchilari orasida bitta tushuncha bor, qarash bor, fikr bor. Ular aytishadiki, masalan, to'la inson, ya'ni o'sha ovqatlanishi buzilgan inson psixologga murojaat qilsa, hattoki hech qanday ovqatlanishida o'zi xohlab o'zgartirishlar qilmasa ham ozishi mumkin deb. Nima deb o'ylaysiz? Siz amaliyotingizda uchraganmi shunaqa? Yevropa va Amerikada ichki bozorni kontrafakt bozorlardan bizni bozorimizni vaziyatdan boshqachaligini biling. Davlat ularda kimyoviy moddalardan ayri mahsulotlar bor. Juda ham qattiq oziq-ovqat nazorati bor. To'g'ri. Rang-baranglik bor. Ta'minlab qo'yilgan hammasi. Shuning uchun ularda ortiqcha vazni tibbiy tomonlari avtomatik istisno bo'lyapti-da. Bolalikdan tibbiy nazoratda, taomlanishi hammasi rang-baranglik ta'minlangan va hokazo. Shunday holatda tabiiyki psixosomatik asosi bo'lishi mumkin deydi. Va undan keyin psixologga murojaat qiladi. Psixolog o'sha yerda ichki ziddiyati va hokazosini muammoni yeb tashlash deymiz, zaidaniya problemi. Ana shu muammolarni hal qilsa, ichki ziddiyatni bartaraf etsa, dieta saqlamasa ham, yeyishi o'shanday bo'lsa ham vazni normaga kelish ehtimoli bor. Tushunarli. Endi Bahodir aka, siz gapingiz boshida juda aniq bitta narsani aytdingiz va bu ilmiy jihatdan isbotlangan. Masalan, men mutaxassis sifatida noto'g'ri ovqatlanishi zararli odatlarga kirgizaman. Nima uchun? Chunki bilamizki, mana bizda baxt gormonlari ajraladi, qanaqadir vaziyatlarda. Oksitosin, dopamin. Ha, va shu baxt gormonlarini sezuvchi bosh miyamizdagi retseptorlarni o'sha markazi yonida o'sha shakarni sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Va shuning uchun mana ko'p maqolalarda, ilmiy maqolalarda amaliyotchilardan eshitamiz. Shuning uchun odam siqilganida agar u shirinlik yesa yoki qanaqadir og'ziga yoqadigan yog'li bo'ladimi, tuzli bo'ladimi, shunaqa mahsulotlarni ko'p iste'mol qilsa, rohatlanish sezadi. Mana men aytaman, nuqul ma'ruzalarimda, seminar treninglarda ovqatlanish, shakar aynan bu inson uchun narkotikdek. Endi mana masalan ko'rdik, bemor ya inson tana vazni oshdi, lekin u ozmoqchi, ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qilmoqchi. Shunda u psixologga murojaat qilishi kerakmi, yo'qmi?
bu yordam beradimi unga yo'qmi ozishda? Ozishda yordam beradi. Shunday vaziyatlar bor. Terapevtik jarayonni o'zida hech narsasini o'zgartirmasam vazni ortmay ortga qaytgan holatlari ham bo'ladi. Men butkul 100% kafolat berilmaydi, ammo shunday holatlar bor. Ichki ziddiyatini bartaraf etadi, chunki xavotir bor. Xavotir oshqozonni bezovta qiladi, tonuslarni stimulyatsiya qiladi. Undan keyin uni bosish uchun miyada xavotir bor. Miya qachon dam oladi? Qachon oshqozonda bo'lsa, butun quvvat oshqozonda bo'lsa, yeysiz, butun quvvat ovqat hazmiga ketadi, miyangiz tinchlanadi. O'shaning uchun ovqat yegandan keyin tinchlanib, uyqungiz keladi, cho'zilib olgingiz keladi. Chunki miya bir payt o'zi ikkita joyda bu ham oshqozonni, ham miyani stimulyatsiya qila olmaydi, oziqlantira olmaydi. Shuning uchun yeysiz, yotasiz. Bundan tashqari adashmasam serotoninmidi yoki dopaminmidi oshqozonda 95% ishlab chiqiladi. Bu baxt gormoni bir tarkibiy qismi. Yeysiz, ammo bu qonga o'tmaydi. U yerda ishlab chiqilaveradi, gormonlar ishlab chiqaveradi oshqozoningiz. Lekin u qonga qon bilan oshqozon o'rtasidagi baryer bor, to'siq bor, shundan o'tmaydi. Buning uchun bizga miya dam olish kerak, miyada rohatlanish hissi bo'lishi kerak. Shuning uchun ham ba'zan yo'ramiz. U yerda aytganimizdek baxtiyorlik yoki baxtiyorlik hissini oshirishga xizmat qiladigan gormonlar ishlayveradi, lekin u qonga o'tmaydi. Baribir qandaydir qoniqmaslik hissi turadi. Fiziologik nuqtai nazardan. Shuning uchun yeyish qayerdadir bolalik chog'imizdagi ko'krakda emishdek gapda. Og'zingiz kovshab tursa, avtomatik miyangiz eng xotirjam davringiz qayer? Bolalik. Onani qo'lida. Ko'kragini emib yurgan paytingiz. Aynan shu holatga avtomatik tushiradi. Regressiya himoya mexanizmi deydi. O'sha paytga tushasiz. Marojna so'rasiz, boshqa qilasiz va ana shu o'sha davrdagi hisni hozir qaytadan his qilib ko'rasiz. O'shaning uchun to'xtovsiz kavshashingizga to'g'ri keladi. Zararli odatlarga nafaqat ovqat yeyish, balki sigaret chekish, aroq ichish va hokazo tirnoq archishlar ham kiradi. Va bular hammasining yaxshilab qarasangiz, hammasi nima bilan bog'liq? Og'iz bilan bog'liq. Ya'ni mammani yemish davri bilan bog'liq. Shuning uchun odamlar to'xtovsiz og'ziga nimadir tiqqisi kelaveradi. Bola asabiylashsa, xavotirlansa nima qiladi? Onani ko'kragiga yopishib olib qo'yib yubormaydi. Xuddi shu holat, faqat endi bu yerda ko'krak yo'q. Uni vazifasini taomlar bajara boshlaydi. Tushunarli. Bilasizmi, mana dinda, umuman jamiyatda nafs degan narsa bor-da. Biz mutaxassis sifatida bilamizki, nafs o'sha gormonlar bilan tushuntiriladi. Chunki mana bizani hammamizda insulin gormoni chiqadi oshqozon osti bezimizda. Uni vazifasi bizda qonda qand miqdorini mo'tadil saqlash, ushlab turish. Va shunda agar biz ovqat yeyishni xohlasak, ya'ni bizda ochlik bo'lsa, biz bilamizki, bizda grelin gormoni oshdi. Chunki shunaqa yaratilganmiz, grelin gormoni ochlik markazimizga boradi va uni qo'zg'atadi, u faollashadi, biz ko'proq ovqat iste'mol qilamiz. Va aksincha, to'yish hissi qachon keladi? To'yish hissi bu o'sha leptin gormonidan. Leptin gormoni ishlab chiqarilishi ko'payadi. Bizda bosh miyada to'yish markazi bor, unga ta'sir qiladi va shunda bizda shunaqa juda ham mukammal yaratilgan tizim bor. Endi bilasizmi, endokrinologiya sohasida men studentlik davrimda, talabalik davrimda birinchi bo'lib bizga tushuntirishardi. Haligacha ilmda asab tizimi ustunmi yo endokrin tizim ustunmi hali kelishilmagan degan xulosa bor edi va hozirda shu davom etmoqda. Mani shuni ma'lumotlardan kelib chiqib savolim shundan iboratki, mana nafsi tiyish degan tushuncha, siz shunga psixolog sifatida qanaqa qaraysiz? Chunki mana biz agar insonga ovqat yemagin desa, u quloq solmaydi. Mana masalan, siz hozir hamma gaplaringiz bilan hamma savollarimga javob berib bo'ldingiz. Men tushundim nima demoqchi bo'lganingizni. Men bizani ko'radigan kelajakda tomoshabinlarimiz uchun tushunarli bo'lsin deb aytmoqchiman. Mana nafsni jilovlash, buni psixolog sifatida qanaqa qilib erishish mumkin? Maslahatlaringiz bormi shunga? Endi bitta gap.
mana bu piyola Mhm. qayerdadir dars ketgan bo'lsa ichiga ming suv quyganingiz bilan nima bo'ladi? Dars ketgan joyda chiqib ketaveradi. Mhm. Siz aytgan muvozanat, gomeostaz, endokrin tizimi, psixologik tizim o'zaro muvozanati qachonki bu piyola to'kis bo'lsa bo'ladi. Biz bolalikda ma'lum bir jarohat olgan bo'lsak, hozir psixik jarohat yo'q deydiganlar ko'p, ammo tadqiqotlar ko'rsatadi, undan nari bo'la olmaymiz. Psixik jarohat degan tushuncha bor, uning oqibatlarini biz bilamiz. Kompleksni post-travmatik rasstroyство deydi, post-travmatik rasstroyство va ana shu hech qanaqa aloqasi yo'q deganlar ham asabiylashganda ko'payishadi. Yoki kimlardir xavotirlanganda tomog'idan ovqat o'tmay qoladi. Mana shular ham o'sha jarohatlarning oqibati ekanini o'zi kallasiga ham kelmaydi. Faqatgina bizni aqldan ozishimiz kallada bo'lgani uchun va miyamizda o'zi buzilish bo'lgani uchun biz olamni ko'rayotgan, biz haq deb o'ylagan narsamiz yanglish etayotganini payqamaymiz. Va siz aytayotgan narsa qachon gomeostaz, endokrin tizim yoki psixik tizim muvozanatda bo'ladi? Qachonki odam psixik jarohatsiz, sog'lom muhitda katta bo'lgan bo'lsa. Ammo bolalikda ko'p och qoltirilgan bo'lsak, endi shunday holatlar bor qishloqlarda, bolani og'ziga shirin soskani tiqib qo'yib terivataveramiz beshikda, o'zimiz mol tayin tozalab, eshikdan hammasini tozalab kelguncha bola uchun har lahza o'lim bilan barobar ekanini biz bilmaymiz. Bolani qorni ochsa, bola og'riqqa chidamaydi. Ana shunday paytda bolani och qoldiryapsiz. Qayerdadir oralniy iznasilovание deydi. Aksincha kelinlar ish qilishni istamasdan bolani og'ziga ovqat tiqaveradi. Ko'kragini tiqaveradi. Ana shunday pallada bolani dissotsiatsiya degan narsa bor. Tanadan uzilish hodisasi bo'ladi. Og'riqni bartaraf etish uchun bola vujudi bilan aloqani uzib qo'yadi. Vujudi bilan aloqani uzdi nima degani? Odam och qolganini yo to'yganini bilmaydi degani. Siz aytgan retseptorlar buzildi. Muvozanat buzildi. Endi biz ochlikni yoki to'qlikni his qilishimiz uchun normadagidan ko'ra ko'proq och qolishimiz kerak yoki ko'proq yeyishimiz kerak bo'ladi. Bizning miyamizdagi barometr buzildi. Muvozanat buzildi. Va kimlardir och qolganini bilmay ertalab chiqib ketishi bilan kechga doğru yurib, ko'ngli aynib, yiqiladigan holatda voy ovqat yemabman deydi-yu, lekin shunda ham och qolganini his qilmaydi. Ovqat yemabman deydi, lekin oshqozonida ovqat yo'qligini his qilmaydi, chunki tanadan uzilgan. Kimlardir esa yeydi, lekin tanadan uzilgan, barometr buzilgan, ko'p yeb qo'yadi va to'yganini bilmaydi. Hozir siz aytayotgan savolga javob shu. Bu bolaligimiz jarohatsiz, tekis o'tgan bo'lsa, bu odam qachon to'yishini biladi va qachon to'yganini biladi. Vujuddan dissotsiatsiya parchalangan, uzilgan odam mana shu hislari o'lib qoladi. Va buni biz bilamiz, tanadan uzilgan odamda ham ko'chada sovuqni bilmaydi, issiqni bilmaydi, charchaganini bilmaydi, yotkim kelyapti deydi, aslida vujudi qaqshayotganini sezmaydi, chunki tanadan uzilgan. Chaqaloqli paytda tana og'riq olib keldi-ku, qorin och qo'yadi, qanday og'riydi? Bolani miyasi buni ko'tarmasdan haligi havo sharlarini, oshiqcha narsani tashlab yuboradi-ku, tana bilan aloqani kesib qo'yadi. Shunday qilsa og'riq yo'qolgandek bo'ladi. Va shu holatda robotga o'xshab yashay boshlaymiz. Tanadan uzilgan holda. Ongsiz. Biz uni chunki chaqaloqligimizda yo'qolgan-ku. Biz u yo'qolganini ham bilmaymiz. Eng qizig'i yo'qolganini bilish uchun ilgari nima borligini bilishimiz kerak. U paytda nutqimiz yo'q, boshqamiz yo'q, xotirada qolmaydi. Xotirada nimadir qolish uchun so'z kerak. Biz u paytda emib yotgan paytimizda biz tilimiz yo'q. Bilasizmi, meni qiziqtiradigan savol yana shunaqaki, oxirgi paytda shunaqa xulosaga keldimki, o'sha ruhiy travma, psixik travma, travmasiz inson bormikin o'zi? Travmasiz inson yo'q. Gap shunda. Faqat shunday joyi bor, qo'l oyog'ingizni sindirib, keyin bitgan, qiyshiq bo'lib. Va qayerdadir qo'llaringiz jarohatlangan-ku, etingiz bitib ketgan, qo'lingiz joyida. Jarohatning bir-biridan farqi bor. Jarohatdan farqi bor. Kimdadir surunkali jarohat ostida, kimdir ora-chorada bir marta jarohatlanadi. Orada bir qoldi, boshqa qildi. Bularki bitib ketishi osonroq, esdan ham chiqadi.
narigi distress deymiz, surunkali stress bilan uzluksiz bosim ostida katta bo'lgan odamda bu mana shu aytgan xunuk oqibatlarga olib keladi. Va takrorlayman, bizni o'zbeklarda aksariyati o'sha paxta mahali bolalar qanday dalada katta bo'lgan, onam aytib berardi. O'zi ham paxtakor bo'lgan, boshqa bo'lgan. Dalaga chiqishga majbur hamma SSSR paytida. Onalar paxta terish kerak. Yana aytib qo'yadi, voy eslaring joyida turgan ko'knorini qo'rib soskasiga solib qo'yib ketishar ekan. Bolalar ko'knorida yotadi. Peshinda ona kelguncha hech narsa bilmaydi bola. Balki qorni ham och qolgandir, to'kilib ham bo'lgandir. Ko'knori xayollar. Endi uni oqibati bola katta bo'lyapti hamma joyda. Unutdingmiz, lekin o'shalar hammasida o'sha buzilish bor. Lekin ular buzilishini norma deb bilgani uchun sog' odamni kasal deyishadi. Jamiyatda jinnixonada bo'lsang, jinnilar uchun sen kasalsan. Va meni onam urib katta qilib hech narsa bo'lmadi deganlar aynan birinchi bo'lib jarohat, og'ir asorat berganlar shular. Ko'zi ko'rligini bilmay, ko'zim ko'ryapti deb gapirib yotishibdi. Hech qachon bolani kaltak bilan tarbiyalash shart emas. Bolaga yaxshi gapni o'zi kifoya qiladi. Urmasa bo'lmaydi deyotganlar ana shu hali og'rig'ini siqib chiqargan, og'rig'i tanada bor, lekin kallada yo'q. O'zida o'tkazganni bolani urib chiqarmoqchi bo'ladi. Psixopatik xulq bo'ladi. Bolani urmasa odam bo'lmaydi dedi. U seni urmasa, seni urmaganda boshqacha bo'lar edi, lekin sen kaltak yeb katta bo'lding, sen g'ilaysan, bolangni g'ilayligi ham senga ko'z yaxshiligi sen uchun kasallik. Va sen bolangni urib ko'zini g'ilay qilib, keyin tinchlan, ha, mana endi o'zimga o'xshadi deysan. Va urmasa odam bo'lmasdi deysan. Mana shu jismoniy jazo bilan katta qilishdi yoki jismoniy jazosi odam bo'lmaydi deyishiga umuman qo'shilmayman, chunki jismoniy jazo qancha ko'p bo'lsa, og'riqni tuymasligi uchun miyada tana bilan aloqalar shunchalar uziladi. Biz uchun kaltak terapiyasi norma bo'lib qolgan. Hattoki shuning uchun ham hali mixlar ustiga turish ham bor. Gvozi terapiya deb qo'yishadi. Sog' odam jonni azor berishni istamaydi. Demak, o'sha gvozi terapiya, mix terapiyasida o'sha sezgan og'riqlar, o'sha yoshligidagi og'riqlar tanasi bilan tanasini his qila boshlaydi. U yoshliklari emas, tanasiga qaytganidan yig'lay boshlaydi. Chunki tanada og'riqlar saqlanib qoladi. U nashi telo помнит все deydi-ku. Bizning vujudimiz hammasini saqlab turibdi. U gvozi terapiya tuzatmaydi. To sen jarohat nimadan ekanini bilmasangiz, shunchaki yig'laverasan, tanaga qaytib yana eski holiga tushib qolaverasan. Vaqtinchalik linzalar bor, kechasi ko'zingga qo'yib yotasan, ertalab ko'zing yaxshi ko'raveradi. Minusovой dioptriya. Shunga o'xshab kechasi ko'zingga qo'yib yotasan, kunduzi ko'zing yaxshi ko'raveradi. Yana qo'yib yotasan, xuddi shunday. Mix ustiga turasan, tanaga qaytib, kaningdan xursand bo'lib yig'lab yupanasan, keyin mixdan tushgandan keyin yana o'sha uzilish turibdi-da. Vaqtinchalik bo'shashding xolos. Shu. Endi hozir buni zamonaviylashtirsak shu vaziyatda, mana hozir ko'p ota-onalar bolasini urmaydi. To'g'risi ham, masalan, katta shaharlarda ko'pchilik urmaydi, chunki biladi urish kerak emasligini, harakat qiladi urmasligi. Lekin so'z bilan urish qolgan. So'z bilan. Kalit so'z shuda, harakat qiladi. Demak, harakat qiladi, u ko'zi chaqnab, ba'zan ursa ma'qul deyman-da. Nigohi bilan, arazi bilan gaplashmay, psixik jarohat vujudga urgandan ko'ra og'irroq. Ba'zan urgani ma'qul deydi bolalar. Uni arazlab gapirmay, teskari qarab, burishib, rangi o'chib yurgandan ko'ra onam deydi. Va aytishadi, nimaga mana uni ham urib katta qilgan? Hech narsa bo'lgan yo'q-ku deydi. Agar sizni ko'zingizda, yuzingizda mehr bo'lsa, bolaga shu mehrni bersangiz, bolangizni urib pachag'ini chiqarsangiz ham bola o'sha mehr bilan oziqlanib sog'lom bo'laveradi. Lekin sizda o'zi bolaga mehr ham yo'q. Shu bilan birga yuzingiz ham qahrli bo'lsa va yana uni ustiga qo'shimcha qilib uradigan bo'lsangiz, unda muammo bo'ladi. Onam aytardi, onani urgan ugrashi, so'kkani so'koshi. Men tushunmay so'rasam shunaqa, onaniki ta'sir qilmaydi. Onaniki qachon ta'sir qilmaydi? Qachonki ona bolasiga mehri bo'lsa. Ona bolasiga mehri bo'lmasa,
qahrli munosabat yoki inkor yoqtirmasa, bu urgani so'kkani ugrash emas, so'kash emas. Bu o'lim bilan barobar bo'ladi bola uchun. Jismonan tirik, lekin psixologik majruh. Qarang, mana hozir zamonaviy ota-onalarni ko'radigan bo'lsak, o'sha bola mani bezovta qilmasin deb telefon berib qo'yishadi yoki masalan zararli ovqatlar, shirinlik yoki chipsga o'xshagan tuzli narsalar berib qo'yishadi. Biz mana bilamizki, bu narsa o'zi insonni odatlari yoshlikdan shakllanadi. Aynan ovqatlanish odatlari. Va shunda nimaga sabab bizani ota-onalarni beparvoligi? Beparvoligi emasda, sizni ota-onangiz ham qarovsiz katta bo'lgan. U qanday qilib munosabat qilishni bilmaydi. U ham mana shiyponda ko'knori bo'lib katta bo'lgan ko'pi. Endi u o'zi tug'di-ku, bolasini tanimaydi, bilmaydi, nima qilishni bilmaydi. Ana mehr berish kerak, nimadir qilish kerak, u g'amxo'rlikni biladi xolos. Ko'tini tozalashni biladi, qorin to'yg'izishni biladi, lekin bola bilan o'ynash, mehrni berishni bilmaydi. Shuning uchun bolamni o'ylayapman, tinch bo'lsin. Aytaman, shunaqa bolani o'ylab emas, o'zini nafsini o'ylab, men bolam bilan muloqot qilishni bilmayman demaydi-da. Men buni o'ynab tur deb turib, o'zi boshqa ishni, biladigan ishini qiladi. Mol tayin tozalaydi, dalasini biladi, uyni tozalaydi. O'zi ham telefonida o'tiradi. Chunki muloqot yo'q. Va keyin qaramlik qayerdan deydi. Qaramlik shundaki, bola tashqi olam bilan aloqani onani nigohi orqali oladi. U chaqaloqligidan onani nigohini emas, telefonda ekranida katta bo'lsa, keyin olganingizdan keyin telefonda olaman siz, bola nimcha bunchalar agressiv javob qaytaradi. Chunki men onangman dedi. Figushka onangiz emassiz siz. Uni onasi telefon xohlaganini bergan, e'tiborni bergan, o'ynatgan, tinchlantirgan, uxlatgan, allasi shunda. Siz uni telefonni olmayapsiz. Siz uni onasini tortib olyapsiz. Va u telefon yo'qotish o'lim bilan barobar bola uchun. Siz ana shu videolar bor, onasi bilan teppa-teng olishib onasini o'ldirayotganlar bor. Chunki u ona emasda. U tuqqan mavjudot. Bolasiga mehr bermasa, nigoh orqali o'ynatmasa, tashqi olamga chiq demasa, uni faqatgina shu telefonga qo'yib qo'ygan bo'lsa, shudi, bu telefonga qaramlari ham aksariyati shu. Onani nigohsiz katta bo'lgan. Faqatgina hozirgi bolalardan farqli ravishda u yerda faqat televizor bo'lgan yoki radio bo'lgan, lekin telefon yo'q edi. Va shuning uchun ham hozir keksalarimiz bor-ku, televizorda ovozini qo'yib yotib uxlashadi. Nima uchun? Ularda onasi radio bo'lgan. O'zini onasi daladan kelmagan, ishdan kelmagan, qaynadan bo'shamagan, radioni qo'yib qo'yishgan, televizorda qo'yib qo'ygan, chaqaloq eshitib, yotib, uxlab, uyg'onib, ertalab eshitib yotavergan. Endi qariganda televizorda qo'yib qo'yadi, radioni qo'yib qo'yadi, o'zi ko'rmaydi, uxlayveradi. O'sha onasini allasi, onasi shu bo'ladi. Jim uxlayapti, televizorni o'chiramasangiz uyg'onadi. Hali bola cho'chiydi-yu, onasini yo'qotib qo'ygani. Mana shularning oqibati shu hammasi. O sog' odam hech qanaqa shovqinsiz chirog'ini o'chirib, tinchgina yotib uxlaydi. O'sha nosog'lom, lekin nosog'lomligini bilmaydi. Unga albatta qandaydir shovqin kerak. Shu shovqin bo'lmasa, ichkaridagi bo'shliq guvillay boshlaydi. O'sha bo'shliqdan qo'rqib, bu yerda qandaydir stimulyatsiya qilib turish kerak. Tovushlar, ekranlar turish kerak, yonib turish kerak. Chalg'itib turish kerak. Ichkaridagi azoblarni ko'tarmay bosib turish uchun. Ichkaridagi signallarni bosish uchun tashqi signallar kuchayishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mashinalarda vang'illatib o'tadi-ku. Bular ham shu yolg'iz bolalikdan tashlandiq odamlar. Chunki sog' odam bo'lsa butun dunyoga vang'illash kerak, quloq portlaydi-ku. Lekin ular shunaqa qilib ichkaridagi bo'shliqni yopishga harakat qiladi. Ichkarida juda katta tuynuk bor, cho'rna dira. Ana shuni yopish uchun tashqaridan signal ko'p bo'lish kerak. Giperstimulyatsiya bo'lish kerak. Shular tog'dan tashlaydiganlar, adrenalin parastlar shular bo'ladi. Ichkarida tanadan uzilgan-ku, hayotligi yo'q, tirikligi yo'q. Shuning uchun u bir narsalardan sakrab, boshqa qilib, haligi juda katta dozada adrenalinni olganda tanasiga qaytadi. Va tirikligini his qilib, voy mazza. Undan olsang o'ligidi-da. O'ligidi. Shuning uchun ekstremal vaziyatlar, bir yerdan sakrashlar, boshqalar shundan kelib chiqadi. Endi mana siz gadjetlarni to'g'risida gapirganda juda katta muammoni ochdingiz. Rasman mana
ko'plar interneti yomon yomon deydi, lekin man internetni yomon deb hisoblamayman. Mani fikrimcha, mana biz pandemiya davridan o'tdik. Juda, agar masalan o'sha payt internet bo'lmaganida, gadjetlar bo'lmaganida, menimcha o'z umriga suiqasd qilganlar soni juda yuqori bo'lardi. Ichkari tuyni guvillab olib ketardi ko'pchilik. Bizani chalg'itdi shu, bizani o'ntirdi, bizani o'sha Kommunikatsiya qildi. ha, shuning uchun man ko'proq o'sha yaxshi tomonlaridan foydalanishga chorlayman. Lekin mana konkret holat, mana o'smir bo'ladimi, bola bo'ladimi, agar haddan tashqari shu kommunikatsiya uskunalarga bog'lanib qolgan bo'lsa, mana siz aytayotgan jarayonlar unda ro'y berayotgan bo'lsa, buni psixologsiz hal qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Chunki bu juda chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deysizlar. Nimagadir psixologiyani itam-pitam psixologlik qilaveradi. Kouchlar, blogerlar o'zlariga nima xotira bilan ishlaydigani bor bittasi. Ilgari hozir u ham psixolog. Hammasi psixolog. Jarohatlar o'ylab topdi. Sen o'zi qaysi ilmiy kitobda o'qiding, nima tadqiqot, olimmisan sen? Seni qani hujjating qani? Nimaga tayanib aytyapsan? Hozir din vakillari ham, blogerlar ham hammasi psixolog bo'lgan. Vaholanki artist bo'lish uchun konservatoriyaga ketishing kerak. Nimagadir psixologiya maishiy hamma eplaydigan kasb o'ylashadi. O'qishib oladi, TikTokdan qayerdadir yengil-yelpi bitta fakt oladi, shuni bong qilib aytadi. Psixologiya yo'q, jarohat yo'q, depressiya o'ylab topilgan. Figushki depressiya o'ylab topilgan narsa. Depressiyadan suitsidlar dunyo bo'yicha bekor ham emas. Sen atay o'ylab topding, bu o'ylab topilgan. Hech kim atay qilmaydi. Hamma yo'q joyida bo'lgan odam nima uchun depressiyaga tushishi kerak? Uni ichida neyrobiologik jarayonlar buzilyapti. Atay qilmaydi, hech kim o'zidan o'zi o'ylab topmaydi bu narsani. Sen atay qilyapsan. O'zi irodangni qo'lga olsang, bu iroda degan narsa yo'q. Depressiya shu abuli irodasizlik bilan bu avtomat ketadigan narsa. Bu afsona, depressiya yo'q, jarohat yo'q. O'sha gapirayotganlar o'zi jarohatli odamlar. Eng jarohati ko'plar jarohati yo'q deydi. Tan olgisi kelmaydi. Ishtonsiz, ishtoni yirtug'isidan kulibdi deydi-ku. Endi Bahodir aka, bu yerda bizani asosiy niyatimiz shuki, o'sha aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Biz bilamizki, bunga avvalambor shu sog'lom ovqatlanish, jismonan faol bo'lish, zararli odatlardan yiroq bo'lish, sifatli uyqu va albatta stressga chidamlilik kiradi. Shunda mana jismoniy faollik, shu siz hozir aytgan hamma gaplar jismoniy faollikka ham taalluqlimi? Nimaga inson harakatsiz? Nimaga u hatto bilishi ham mumkin. Jismoniy faol bo'lsam sog'lom bo'laman, lekin qila olmaydi, o'zini majbur qila olmaydi. Nima uchun? Yangi tug'ilgan bolalar 2-3 yoshda qanday bo'ladi? Insonning fitratida harakat bor. Bu nafaqat jismoniy harakat, tafakkuriy harakat, ham nutqiy harakat, rivojlanish. Ammo tarbiya jarayonida biz nima qilamiz? O'tir, tek qo'y, qimillama, yana qo'ling qiyshiq, yana uni sindirding, buni pachaqlading. Biz o'zimiz har tomondan cheklaymiz. Bola poiskovaya aktivnost deydi. Nimadir qidirib, olamni kashf etish uchun chiqamansa, u yerda bo'ji bor. Ajab bo'pti. Bo'ji kelsin, olib ketsin, oldingizga ushlab turasiz. Bu ham nafs parvarlik deyiladi. Bolangiz orqasidan yugurib, tepasida turishni o'rniga qo'rqitasiz. Bola yiqilib tushdi, nimaga yiqilding deysiz. U qayerdan bilsa nimaga yiqildi? O'zingiz bilasiz, vrachsiz, bola noproporsional miya kattaroq-ku tanadan va vestibulyar apparat to'xtovsiz o'zgaradi. U kechagi vazni, bugun vazni boshqa. Nimaga yiqilding desa, u qayerdan javob bersin? Siz o'zingiz javob bering, nimaga yiqildi? Sen bolangni qaramagan uchun yiqildi. Ustingni qayerda kir qilding? Bola kir nimaligini qayerdan bilsin? Toza kir seni tushunchang, bolaning tushunchasi emas. Shunaqa qilib har tomondan kesamiz. Savol bersa, aqlli qilmay, kam yashaysan, ko'p o'ylama, jim o'tir, uning chiqmasin, ichingda yig'la, bor yo'qol, turqini ko'rmay. Asta-asta blokirованная активность deyiladi. Ya'ni faollik sizni gapingizni eshitib, og'rig'i uyaltirib, sharmanda qilishingizdan ko'ra qimillamay qo'ygani ma'qul bo'ladi.
ana undan keyin ko'tiga tepam chiqara olmaysiz. 30ga kirib yotaveradi deysiz. Chunki u harakat qilsa ham baribir yana o'sha gapda. Miyada sizni ilgari bolalikda siz uni tashqaridan turib boshqargan bo'lsangiz, sizni turqingizni ko'rmaslik uchun, achchiq gapingizni eshitmaslik uchun sizni gaplaringiz metiga o'tirdi. Endi harakat qilaman desa, qayerqa borasan? Yana chichib olasanmi? Tegma, qilma. Kallasida bor, endi siz chiq desangiz ham sizdan ko'ra muhimroq mana bu kallasidagi. Nima bo'layotganini bilmay o'tiraveradi. Yotaveradi. Hayot ma'nosi yo'qoladi, mazmuni yo'qoladi. Keyin sekin asta depressiyaning alomatlari paydo bo'ladi. O'zimiz pishirib qo'yamiz-da, keyin xudo nimaga meni shu bilan jazolading deymiz. O'zimiz shu paytda nima qildik? Yaxshilab qaraylik. Harakat qilsa, boshqa qilsa nima dedik? O'tir, mana shu yerdan qimillama deb tarbiya qilgan kim? Tarbiya qo'shtirnoq ochdi. Biz dressirovka qilganmiz. Shuning uchun ham balkim hozir ayrim yosh yigitlar, erkaklarda harakati kam bo'lar ekanda, ijtimoiy sohada. Yaxshilab onasidan so'rang, qanaqa qilib katta qilganini so'rang. Nima qilsa, doim shu ham ishmi? Jini keti narsa qilma, qo'y, tegma. Shu ijod qilaman, men qog'oz olib bersa, bir yozma, tegma. Devorga chizma. Uyda yevro remont qilib qo'ygan bolaga ijod yo'q. Uyini yevro remonti bolang ichkarida axlat. Undan ko'ra uyini yevro remont qilma, bolang devorlarga chizsin, o'ynasin, kulsin, ijod qilsin, barmoq izlarini qoldirsin-da, katta bo'lgandan keyin yevro remont qilib qo'y, bo'ldi. Bolang o'zini o'zi eplab ketaveradi. Keyin o'sha bolaga mana shu inson shakllanib bo'lgandan keyin o'sha insonda keyin noto'g'ri turmush tarziga moyillik ko'proq bo'ladi. Hattoki o'sha psixosomatik kasalliklar ham rivojlanishi. Mana 1,5-2 yashar bolaning asosiy so'zi nimadan iborat esingizda bor? Oyi. Asosiy so'zi kalit so'zi. Buni qilsa yo'q deydi-ku. Nima aytyapsiz? Katta bo'lganda bilib turib qiladi deyapsiz. Siz mana u to'g'ri, siz ana 1,5 yashar bolaning miyasida bilib turib yo'q deydi-da, o'sha zaharni yeydi. Bolaga tegmasa tegadi-ku. Da, teskari. O'sha 1,5 yashar bolaning miyasi qolib ketganda. O'sha paytda u paytasiga yo'q deya olmagan. Ana endi xohlagani qilasiz, hech narsa kuchingiz yetmaydi. Tegma, yema, semirib ketyapsan, shu qaraydi-da, endi nima qila olasan? Ajab bo'pti. Bu g'ayri ixtiyoriy ravishda tegma degan narsa tegaveradi, yeyaveradi. O'sha endokrinologiya institutiga amaliyotga borardim-ku, esingizda bor. Endi sizlarga o'xshagan vrachlar psixologiyada qayta tayyorlashda o'qishadi. Suhbatga kuzatib turibman endi tinglovchilar bilan. Bir ayol o'g'lini olib keldi, bir 10 yasharmi, 11 yashar o'g'li, sal semizroq ekan. Turg'izib qo'ydi-da, o'zi vrach bilan gap otib, gaplashib yotibdi ayol bilan. O'g'li shkafga bunday suyansa, nima suyanyapsan? Tikka tura olmaysanmi deyapti. Endi o'zi gap sotyapti, qancha vaqt o'tayotganini bilmaydi. Gapirib, qilig'ingni to'g'rilasangchi qilig'ingni, bukchaymagin deb turib yana gaplashib o'tirdi. U bolani olib kelgan o'zi, "Voy, sizni dietangiz zo'r bo'ldi, mana ozdim, mana shunaqa, mana iflos yomonda, hamma yeb qo'yaveradi" deb shuncha odamni otadi, o'g'lini yana tergayapti. Tursa o'pa, o'tirsa so'padi hali bola. Keyin biz o'zingiz do'q qilib qo'ying, sen aytadi. Agar sen aytganimni qilmasang, yomon ukol yozib qo'yaman dedi vracham. Shunga o'xshagan holatlarda ona bolasiga mehri yo'q bo'lsa, haligi arpa uni bahona. Nima qilmasin kamchilik topaveradi. Menda ayb demaydi eng qizig'i shu. Mana shu tog'asiga, amakisiga o'xshaydi iflos shu. Qarang, jim tura olmaydi-da 10 minut deydi. Ha, sen 10 minut emas, 1 soatdan o'tiribsan. Bu yerda bir-biriga paxta qo'yish bilan vrach. Vrachda ham odamlar kutib o'tiribdi. Endi lekin bu bir-biri bilan mahli yo'q. Bolasini agar shu dieta saqlamasa, qanaqa ukol yoshingizni aytib qo'ying, deb qo'yadi yana. Qo'qitib qo'ying, yana bu endi 10 ga kirdi. Endi u 5 yashar, 3 yashar bola emas. Atata qilaman desa to'g'ri bo'ladigan. Va bu nokasda nafsini boshqara olmaydi. Yema degan narsani yeb qo'yadi-da deydi. Ha, bu nima uchun yeb qo'yapti? Ichida xavotiri ko'p, onasidan qo'rqadi, nima qilmasin kalta yeydi, xavotirni bosish kerak, u ovqatdan boshqa narsani bilmaydi, yemasa yeydi-da. Mana biz o'zbek jamiyatida shunaqa narsaki,
o'g'il bola yig'lash kerak emas. San o'g'il bolasan. San qattiq bo'lishing kerak. Qizlarimizga san xizmatkorsan degan tarbiya bilan bir-biriga dushman yaratgandek yaratiladi, tarbiyalanadi-da. Endi shu vaziyatdan chiqish ilojisi bormi? Chunki bizni ko'pincha mana bemorlar bilan, og'ir tana vazni bo'lgan, qorin qo'ygan insonlar bilan gaplashganda tushunib yetamizki, uni qanaqadir ruhiy, psixologik savol qiynaydi. Shunda men har doim aytaman, siz psixologga murojaat qilishingiz kerak deb. Tushungan odam tushunadi. Tushunmagan siz meni jinni deyapsizmi deydi. Chunki psixiatr so'zi bilan yaqin bo'lgan. Vaholanki, Yevropada hammaning o'zining xususiy psixiatri bor. Bu stigma emas, talqi la'nat emas. Bu har bitta sog'lom tafakkurli odamning tish doktori o'zini tanish kimnidir bo'lganda, uni ham o'zining odami bor. Uni boshdan biladi, boshqa vahima joyi yo'q. Men aytmoqchimanki, kelajakda o'sha tunnel oxirida yorug'lik bormi yo'qmi jamiyatimiz uchun? Kelajakda nima qilasiz o'ylab, hozirgingizni o'ylang. Hozirgi harakatlar bilan biz kelajakka yarata olamiz. Biz yana qochib ketyapmiz-da. Hozirgi ayni damdan kelib chiqing. Endi har kimni gapiga quloq solavermanglar-da, odamlar sizlar mana dindorlar bor. Agar dinni bilsangiz, psixologiyani keragi yo'q. Aynan psixologiya psixika chatoq bo'lgani uchun dinni yanglish idrok etayotganimiz hech kimning kallasiga kelmaydi. Mana bu kitobni men to'kis o'qishim uchun g'ilay bo'lmaslik. G'ilay bo'lsam, bu yerda 100 emas, 200 bet kitob ekan deymizda, b r biz uchun bu norma bo'lib qoladi. Chunki jinniligimiz kallamizda. Biz matnni o'z jinniligimizdan kelib idrok etamiz. Jinni desa qo'rqmanglar. Hamma ham o'ziga yarasha jinni. Chunki xom xulosa chiqaryaptimi, emotsional xulosa chiqaryaptimi? Keyin har xil coachlar, ezoteriklar va hokazolar ko'payib ketgani uchun psixologlar to'g'risida umuman salbiy tasavvurlar bor. Bunga yana imomlar qo'shadi, psixologiya kerak emas, undoq bundoq. Qanday qilib bilmagan sohasi to'g'risida xulosa chiqaradi, men shuni tushunmayman. Chunki o'zlari imom bo'lsa, o'zlari biladiki, bilmagan narsani haqida gapirma deydi. O'zlari o'qiganmi, ko'rgan. Men internetda ko'rdim. Internetda psixolog yurmaydi. Internetda yurgan hammasi tuzoqqa tushiradigan psixologlar internetda 99% shu. Uning ishi internet orqali o'ziga mijoz olib kelish. U sizga kerak narsani bermaydi. Shuning uchun u yerdan qarab xulosa chiqarmaydi. Bu ulamolarimiz, olim odamlar psixologiyani o'qishlari kerak. O'qimasdan turib, men hamma yo'qni bilaman, dunyoning ilmini ichib yordim degan odam olim sanalmaydi-ku. Axir olim kim desa, nima deydi? Ilm talabidagi odam deydi. Men bo'ldi, yetuk bo'ldim degan odam olimlikdan chiqdi. Men hamma yo'qni bilaman degan odam olimlik safidan chiqadi. Bilmagan sohangiz haqida kamroq gapiring. Aytaman, ilgarigi ulamolardan savol bersa, bilmayman deb javob berish odat bo'lgan. Bizgilar psixologiya haqida savol bersa, bilmasligini tan olmaydi. Vaholanki men aytgan hozir bilmayman deb ko'p javob berar degan narsani balodek gapirishadi. O'zlari biladi bu narsani. Lekin bilmasligini tan olmaydi. Qayerdandir internetdan, ommaviy axborot vositasidan qayerdandir topgan narsasiga qarab xulosa chiqarmaydi-ku. Ilm deganda uni ham o'zining maktablari bor, o'zining olimlari bor, mutasaddilari bor. Oliy ta'lim muassasasida psixologiya fakulteti bor. Boring, erinmang, o'qing, so'rang, surishtiring, so'rab olim bo'ladi deydi. Yo'q, meni oldimga hammasi kelish kerak, o'zlari bilib kelish kerak. Unaqa ish bitmaydi. Va chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysa, unaqa keskin fikrlari bildirishga men aytaman, haqqi yo'q ularning. Unda aytaman doim institutlarda psixologiya fakultetlari nima uchun ishlayapti? Bular gapi bilan biz olib tashlaylik. Nima davlatlar 100 yil, 200 yildan beri psixologiya yo'q narsani o'qitib yotibdimi? Yo'q narsa iste'moldan chiqib ketish kerak o'zi. Hayot shuni talab qiladi. Bo'lmasa taklif bo'lmaydi. Albatta, buning o'rni borki, shu fakultetlar bor. Agar psixologlarning o'rni bo'lmaganda edi, o'sha arab mamlakatlarida diniy shariat asosida yashayotgan davlatlarda ham psixologiya bor-ku. Nima uchundir bor. Endi nima uchun degan savolga o'zlari javob bersin.
tilim bor deb har narsani gapiravermaydi. Ulamoman deb ham. bilasizmi, xuddi shunaqa vaziyat hozir mana endokrinologiya, dietologiya, nutritsiologiya sohasida bor. Ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarda o'sha 1-2 oy kurslarda o'qib, o'zini уже professor deb bilib, bilasizlarmi, eng kamchiligi shu narsani ularni gapiga ishonib keyin samara olmagan insonlar boshqa malakali qadrsizlantiradi. ha, aynan shu. Dunning-Kruger effektida Aha, da. hech narsa bilmaydiganlar o'zi to'g'risida tasavvur juda katta bo'ladi. Qancha ko'p narsa bilsangiz, shuncha nima deydi, ko'p narsa bilmasligingizdan siz kamtarlashasiz. Qancha ko'p Sindrom samozvansa bo'ladi bunda. o'sha sindrom samozvansa bu bolalikdan seni qo'lingdan keladi, sen olim bo'lasan deb katta qildingizda, lekin sizni quvvatingiz yo'q, iqtidoringiz yo'q. Shunda siz o'zingizni o'rningizda emasdek birovni hayotini yashayotgandek bo'lasiz. Bu Dunning-Kruger effekti o'zi internetdan, TikTokdan bitta sitatani olib oladida, endi bo'ldi, psixologiyani bildim. Agar mana shu 4 ta qoidani bilsangiz, sizga psixolog kerak emas degan narsa ishlatadi-ku, 4 tani bilib oladi, bo'ldi, men psixologiyani bildim deydi. Va qancha ichiga kirgan saringiz kamtarlashib, bilmagan narsangiz qanchalik ko'pligini bilgan saringiz siz chuqurlashib, sekin og'irlashib borasiz. Shaldir-shuldir bu jilg'a. Sayoz qancha jilg'a sayoz bo'lsa shuncha shildiraydi. To'xtovsiz gapiradi. Bidir. Mana shu jilg'a. Kim ko'p gapiryaptimi? Sayoz. Biladigan odam unaqa ko'p gapirmaydi. Va ko'pincha bilmayman deb ham javob berib qo'yaveradi. Endi Bahodir aka, siz bilan gaplashsak, menimcha 24 soat gaplashamiz va bu yetmaydi, chunki juda muammolar ko'p, ularni albatta bu suhbatlar insonlarga o'zida kechadigan jarayonlarni tushuntirib berishi juda katta ahamiyatga ega. Mana shu asosiy yana bitta savollarimdan biri, inson kibrdan xolis bo'lishga harakat qilish kerakmi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Buning uchun avval kibr nima degan savolga javob berish kerak-da. Nima kibr? Takabburlik. Endi bu asosan diniy termin. Dinda kibr egochi. Ego bilan kibr bu bir xil narsami? Yo'q, to'xtab turing. Takabburlik o'sha kibrni tashuvchi odam, kibr xususiyati bor odam qolganlarni qadrsizlantiradi. U nimani biladi? U odam podam emas. Ya'ni xalqni haq yaratdi. Uni qadrsizlantirish hech kimizning haqqimiz yo'q. Lekin uni haqir bilishi takabburlik. Men undan yaxshiroqman, u mendan chatoqroq, pastroq deyishi takabburlik deyiladi. Haq yaratganni inkor qilish. Uning ham o'z o'rni borligini inkor qilish haqida gapiriladi. Shuning uchun kibr deyapmiz, boshqa deyapmiz. Psixologik termin. Takabburlik deganda psixolog oladigan bo'lsangiz, u ichkarida tuynugi bor. Ichkarida o'zini haqir deb hisoblaydi. O'zini pakanaligini bilgani uchun qolganlarni pastga urishga harakat qiladi. Ya'ni pakana odam, mana uni bo'yini qara deb ustidan kuladi-ku. Meni ham otam bo'lganda bunaqa bo'lar, meni ham onam bo'lganda bunaqa bo'lar deydi-da va tovoni baland kiyishga harakat qiladi. Pakanalar bunday qilib bo'yin katta qilib, bo'yin tepadan qilishga. Demak, birovni pastga uryaptimi, tahqirlayaptimi? Demak, o'zi juda ichkarida subyektiv hissi, anglamaydigan hissi juda ham kichkina. 1 yashar, 2 yashar bola. Shuning uchun to'xtovsiz burnini tepa qilishga majbur. Shu 1 santimetr bo'lsa ham baland bo'lishim kerak. Yoki o'zimni haqirmasligimni, borligimni bildirish uchun birovni pastga urmay ustiga chiqishim kerak. Ustiga chiqib balandlashim kerak. Shu haqida gap ketadi. Endi mana yorqin misol, mana biz to'ylarimizda bilasiz, dasturxon to'kin sochin va undan ham ko'p. Va ko'pincha nimaga unaqa dasturxon qilding desa, mani qo'shnim, qarindoshimda shunaqa bo'luvdi. Nimaga meniki kam bo'lishi kerak? Bu kibrmi yo yo'qmi? Bu taqlid. Yoki birovdan kam bo'lmaslik. Birovdan haligi kambag'alroq emasligini, qo'li uzunligini ko'rsatish. Bu ham o'zini naslidan norozilik. O'zini kallasi yo'qligi. U imkoni boy, o'zini imkoni boricha qilyapti. Meni imkonim shu darajada demaydi. Qarzlarni olib tashlab bo'lsa ham qiladi. Bu degani men kim edim, kim bo'ldim degan shior bor edi.
kim eding kim bo'lding o'sha bir siqim tuproqsan bir siqim tuproqsan hech narsa o'zgarmaydi hech narsa olib keta olmaymiz tiladan qilsang ham shunaqa qo'shiqlar ham bor men endi yashamoqchi bo'lsam kesmaymi bir narsa yashaver sen kim qarab o'tiribdi kimni nima ishi bor to biz hamma bilan ishimiz bo'lar ekan Jungning bir chiroyli iborasi bor kimning uyi hashamatli qasr bo'lsa kimning mashinasi yoki iti qancha katta bo'lsa ichkarida shundan ma'nan qashshoq deydi ichkaridagi qashshoqlikni tashqi hashamati bilan yopishga harakat qiladi deydi shuning uchun Yevropada ko'pincha boy odamlar oddiy metroda sportivkada yuraveradi o'zini hashamatini ko'rsatishga ishtiyoqi yo'q ichkarida to'kislik hissi borda man birovdan kam joyim yo'q o'zimga o'zim shu futbolkamni kiyaman chiqib ketaveraman yugurib yuraveraman meni hisobimda $1,000,000 borligini hech kim bilmaydi bizda ichkaridan o'sha xususiyat haqirlik hissi bo'lgani uchun o'zimizni ko'rsatish uchun brendlar boshqalar hamma yo'g'imiz brend bunday qarab turib chik 100 ming 10 ming 20 ming 30 ming dollar endi yuzini ko'rsam bo'laveradi shunaqa ichkarida o'zini odam hisoblamaganlar birovni odam emas funksiya sifatida qaraydi narsa sifatida baholaydi buyum Bahodir aka nevroz bu nima va undan qutulish ilojisi bormi yo'qmi nevrozlar o'zi kichik psixiatriya va katta psixiatriya bor katta psixiatriyaga triada большая triada deydi epilepsiya shizofreniya bipolarniy расстройство kiradi shu uchovi большая psixiatriya и малая psixiatriyaga psixopatiyalar nevrozlar taalluqli endi siz aytgan nevrozlar malaya psixiatriya bo'lsa demak kimning vakolatida psixologlarni malaya psixiatriya deyapman u ham psixiatrlardanmi nevrozlar psixiatrning vakolatida endi jarohat olgan psixologik jarohat olgan odam hammasi ham nevrotik emas jarohatlangan odam ya'ni nevrotik bo'lishi mumkin nevroz holati bilan nevrotikda farqi bor nevroz holatda psixiatrga murojaat qiladi bu og'ir shakli og'irroq shakli nevrotik oddiy odam ichki ziddiyati bilan qiynalib ehtiyojlarni namoyon qilishga tuyg'ularni ifodalashga qiynalayotgan odam lekin u hayotdan zavqlana oladi kayf qila oladi nevroz уже funksional buzilish miyada funksional buzilish to'g'ri unda ham rohat bor qayerdadir xotir nima deydi bezovtalik taranglik bo'lsa ham hali jamiyatda ishlay oladi lekin unda ham уже ijtimoiy munosabatlar kasb bilan bo'lgan munosabati kasbga doir masalalar hal nima deydi murakkablashib taranglashib qoladi shuning uchun u psixiatrga murojaat qiladi nevrozlar ham psixiatrni vakolatida endi mana hozir sanab o'tganlaringiz orasida depressiyani aytmadingiz endi yana aytaman depressiya bu kasallik nevroz bu funksional buzilish miyani funksional o'z vazifasini ado etadi miyaning asosiy funksiyasi oldingizga qo'yilayotgan muammolar yechishga qaratilgan siz o'sha oldingizga hayot qo'yayotgan muammolar yecha olmasangiz nevroz bo'lasiz depressiya bu xastalik endi bu chuqurroq neyrobiologik buzilishlar oqibatida depressiya ham psixiatrni ishi depressiyani ham o'zining ko'rinishi bor nevrotik hech yo'q hayotdan zavq ola biladi depressiyada hayot o'chib qoladi rangsiz bo'lib qoladi va depressiyaga tushgan odam depressiyadaligini ham bilmaydi nevrotik o'ziga tanqidiy qaray oladi g'alati bo'lyapman turishim kerak qilishim kerak edi depressiyadagi odamda tanqidiy qarash yo'q o'ziga charchadim shekilli holim quriyapti deyaveradi lekin doktorga borish keraklik xayoliga kelmaydi va bundan tashqari depressiyani somatizirованный ko'rinishlari bor bunda odam depressiyadaligini bilmaydi yurak qon tomirlarini davolatadi bu depressiyani tuzatish kerak ko'p yeyish bilan dieta saqlab oshqozonni operatsiya qiladi lekin depressiyani tuzatish kerak tayanch harakati apparati ishdan chiqadi bunda ham depressiyani tuzatish kerakdir ehtimol yana aytyapman doktorga borasiz hamma yoq joyida psixiatrga uchraysiz depressiyangizni olib tashlaysiz bu kasalliklaringiz yoki terida qanaqadir toshmalar bor boshqalar bor neyrodermitlar va hokazolar bunday holatda somatizirованный depressiya bo'lishi mumkin taxikardiya bo'lyapsiz panik ataka bo'lyapsiz oshqozon hazm buzilgan depressiyani tuzatsangiz bular o'zi tuzalib ketadi lekin siz depressiyani tuzatgandan ko'ra surunkali simptomatik davolaysiz oshqozon dori ichib berasiz davleniya dori ichib berasiz va hokazo ichib berasizda
kasallik yo'qolmaydi. Siz depressiyadaligingizni o'zingiz bilmaysiz. Eng qizig'i shu. Trudakoliklar bor, qarg'a po'qcha o'qimasdan ishga ketib, yarim kechasi salom shoh qilib qaytadi. Ular depressiyadan qochib yashayotgan odamlar. Depressiya уже ortida turibdi. Hayotdan zavq ololmaydi, Zavqi o'zini yo'q, chalg'itadi. ishlayveradi, xursandchilik yo'q, maska qoladi. Va ishdan ketgan kuni o'lib qoladi keyin. Chunki уже depressiyani уже tana уже ko'tara olmay qoldi. Pensiyaga chiqdi, birdan o'zini yo'qotdi deyishadi-ku. Yo'qotmadi emas, u depressiyadan qochib yurdi. Endi qochadigan joyi qolmadi. Infarkt bo'ldi, insult bo'ldi, unday bo'ldi, o'ldi deyishadi. Endi Xudoni ko'rsatgani deb qo'yishadi. Vaholanki aytyapman, shu paytga davr ham depressiyani diagnostikasi murakkabligi, aytdim, somatizatsiya yoki boshqa narsani ortida bo'lgani uchun Yevropa va Amerikada depressiyaning diagnostikasi 10-15 yil kechikib qoladi. Yevropa va Amerikada. Bizda-chi? Biz depressiyada tug'ilib, depressiyada o'lsak ham hech kim bilmaydi. Endi Xudo berdi, Xudo oldi deb ketishaveradi. Mana kulyapman, lekin ichimdan tushunib turibmanki, bu juda katta muammo. Chunki jamiyatda o'zgarishlar xohlasak, har bitta insonni o'zgartirishimiz kerak. Jamiyatda depressiya kuchliligi kinokomediyalar ko'pligidan, masxarabozlar ko'pligidan bilinadi. Ichkaridagi quvonch yo'qligini shu orqali qondirishga harakat qiladi. Shuning uchun tomoshalar ko'payayotgani, odamlar tomoshabob bo'layotgani, o'limlarni hamma yoqda internetdan to'xtovsiz tomosha qilayotgani, ichkarida depressiya уже yemirib tugatyapti degani. Uni ko'rib, mendan og'ir ahvoldagilar bor ekan. Unisidan kuladi, bunisidan kuladi, o'zini holatini nima deydi? Payqamay o'tib ketadi. Endi bugungi oxirgi savol, mana o'tkir stress. Psixolog sifatida qanaqa konkret tavsiyalar bera olasiz? Mana kimdadir qaysidir vaziyat sabab o'tkir stress kuzatildi. Qanaqa qilib shu vaziyatdan chiqib ketish mumkin? Stress o'zi nima degani? Stress degani hayotni o'zingizni qarshingizga moslashtirmoqchisiz deganida. Sizni og'zingiz mana shu, lekin shu piyolani yutmoqchisiz, yuta olmasdan siqilyapsiz. Bu olam siz istagandek bo'lmaydi. Olamni o'z holiga qo'ying. Утро вечера мудрее deydi o'rislar. O'z holiga qo'yib, olam men istagandek qila olmayman deb o'zingizni nima deydi, tinchlantirsangiz, endi meditatsiya qilasiz, nima qilasiz o'zingiz bilasiz, u hammani o'zining har xil ishi bor. Men hayotni boshqarmayman, hayot oldimga qo'ygan vaziyatlarni hal qilishim kerak desangiz, qo'lingizdan kelsa hal qilasiz, qo'lingizdan kelmasa topshirib ketasiz. Hech qanaqa stress bo'lmaydi. Stress og'zim og'riyapti deyapsiz-ku, men og'zimdan katta narsani tiqib olyapman deb o'ylamaysiz-da. Shuni tiqaverasiz, o'sha og'zingiz yirtilib ketsa ham og'zga tiqaverasiz, keyin shu yerda og'riyapti hamma yo'g'im deysiz. Siz o'ylamaysiz, balki kattaroq narsani tiqib olayotgandir og'zimga demaysiz. Stress qo'lingizdan kelmayotgan narsani amalga oshirishga urinishingiz, haligi yiqilgan kurashga to'ymaydi deyapsiz-da. Charchadingizmi, yotib damingizni oling. Buning uchun charchoqni his qilish kerak. Charchoqni his qilish uchun tana bilan aloqada bo'lish kerak. Tanamizni his qilmasak, stressni ham o'zi uncha payqamaymiz. Biz stress degan narsamiz allaqachon o'sha post-travmatik rasstroyство bo'lib bo'lganmiz. Biz stress degan narsamiz allaqachon o'sha kasallik arafasida bo'ladi. Stress o'zi konstruktivniy stress ham bo'ladi, sizni kuchga to'ldiradi, lekin biz kuchga to'lmayapmizmi? Demak, biz arzimagan narsaga lovullayapmizmi? Demak, arzimagan degan qo'shtirnoqda bizni paymonamiz to'la bo'lgan deganida. Albatta amaliy yo'nalishlari bor, lekin gap u siz bu texnikani qo'llab stressni olib tashlashingiz emas. Nimaga men to'xtovsiz urinyapman? Sizni amaliy mashg'ulotda piyolani qo'yib tur, damingni ol, o'zingga keldim, yana davom ettirasiz-da. Psixologning oldiga borib turib, mana og'zimning razmeri qanaqa, og'zimga sig'adigan narsani yeyishni o'rganishim kerak bo'ldi. Hammani psixologning oldiga borsin demayapman, xohlaganini qilsin, o'zlari biladi. Bugungi uchrashuvimiz uchun katta rahmat, Bahodir aka. Salomat bo'ling. Agar sizga qandaydir kerakli axborot bergan bo'lsam yaxshi. Juda ham kerakli axborotlar berdingiz va mana bizani kelajakda ko'radigan tomoshabinlarga, o'sha Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlari obunachilariga qarab nima ayta olasiz? Psixolog sifatida bitta yo'nalish bering. Meni hozir shu yerda yarim soatmi, 1 soat gapirgan gapimni
o'tirib do'ppini ichiga qo'yib turib gaplarim ustida o'ylab ko'ring, bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Bu ham zo'r gapirdi, chiroyli gapirdi, jini ketdi gapirdi, o'tib ketmasdan to'xtang, ovqatni yeb ko'ring, yoqmagan narsa bo'lsa ehtimol sizga foydali joyi bordir. Katta rahmat, kelajakdagi uchrashuvlarda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.